Ma'lumki, davlatimiz rahbarining 2020-yil 7-maydagi matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq har bir shahar, tumanda bosqichma-bosqich matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. Mazkur qaror asosida bugun chekka hududlarda ham ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan, Xatirchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi 2022-2023 o'quv yilida tashkil etilgan bo'lib, ayni paytda bu yerda 345 nafar o'quvchi tahsil oladi. Ularga 43 nafar malakali ustozlar saboq bermoqda. O'tgan o'quv yilida maktabning 100% bitiruvchilari yurtimizdagi va xorijdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari talabalari bo'lishdi. Joriy yilgi natijalar yanada muvaffaqiyatli bo'lishi aniq, chunki maktabning nafaqat 11, hatto 10-sinf o'quvchilari orasida ham allaqachon oliy ta'lim muassasalariga kirish ballarini to'plaganlar bor. Maktabning 10-sinf o'quvchisi Bobirjon Faxriddinov allaqachon talabaga aylangan. Talaba bo'lganda ham Turin xalqaro politexnika universiteti talabasi hamda yurtimizdagi qator nufuzli oliy ta'lim muassasalari talabasi. Tabriklaymiz bu yutuq bilan Bobirjon. Endi qanaqa erishdingiz bu yutuqqa? O'z-o'zidan bo'lmagan bo'lsa kerak. Rahmat, avvalambor bu yutuqqa erishishimda katta hissasini qo'shgan ustozlarim birinchi navbatda. Bu maktabdagi ustozlarning qo'shgan hissalari bilan men o'zi milliy sertifikat imtihonlaridan, matematikadan ham B+ sertifikatiga egaman va ingliz tilidan ham milliy sertifikatim bor. Turin universitetiga kelsak, bu haqida maktabimiz ustozlari tomonidan eshitdim va imtihon ham shu yerda o'tkazildi. Hamma narsa tanish va hech qanday ortiqcha bosimlarsiz imtihonga kirdim va hozirda 86% lik sertifikatim bor. Bundan tashqari siz xalqaro olimpiadada ham ishtirok etgan ekansizmi? Ha, 8-sinfimda Al-Xorazmiya xalqaro olimpiadasidan viloyat chempioniman. Respublikada ham faol ishtirok etganman. Kelgusida o'zim hozirda IELTS sertifikatiga harakat qilmoqdaman va yaqinda topshiraman. Keyin men niyatim Amerika universitetlarida o'qish. Va kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda biznes menejment yo'nalishida o'qib, yurtimizda iqtisodiga o'z hissam qo'shmoqchiman. Til bilish davr talabi. Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabda o'quvchilarning ingliz tilini mukammal o'rganishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Men bu yerda 3 yildan beri ta'lim olib kelyapman. Hozirgacha bu maktab orqali juda ham katta yutuqlarga erishdim deb ayta olaman bemalol. Negaki deganda, men birinchi bu yerga kirganimda bu yerni yoqqan tarafi o'zi, men bunaqa maktabda tashkil qilinadi deganda, bu yerdagi o'quv tizimini, ta'lim tizimini kuchliligini o'sha vaqtda bilgandim va o'zimga maqsad qilib mana shu maktabga kiraman. Mana shu maktabdan kuchli ustozlardan ta'lim olaman va ularning orqasidan, ya'ni izdan ketaman degan maqsad bo'lgandi. Keyin bu maktabga kirdim, kuchli ustozlardan ta'lim olib, IELTS sertifikatiga topshirdim. Birinchi IELTS sertifikatini oldim, 7 ballga 7 ball oldim IELTS sertifikatidan. Juda ham quvondim, chunki negaki deganda bu yerdagi ustozlarning meni qo'llab-quvvatlab turishi, ingliz ustozimiz, maktabimiz direktori, hammasi meni har doim qo'llab-quvvatlardi-da. Misol uchun birorta sertifikat topshiraman desam, har doim o'qishim uchun kerakli bo'ladigan hamma narsani qilib berardi. Men juda ham quvonib, keyin yana ham keyingi natijalarga erishishga harakat qilardim. Keyin oradan vaqt o'tdi, keyin menda chet elga topshirish, ya'ni o'zimda ishonch uyg'ondi. Ya'ni bu shuncha maktabda shunday ta'lim berilyaptiki, biz bu yerda ta'limni olsak, chet elga ham bemalol o'qishga kira olamiz-da. U qiyin narsa emas. Keyin SAT sertifikatiga tayyorlandim, SAT sertifikatini ham topshirdim va endi xudo xolasa yana SAT sertifikat topshirish niyatim bor. Hozircha xudo xolasa endi yaqin kunlarda, ya'ni DTM, ya'ni oliy o'quv yurtlariga topshirish boshlanadi. Shunda Yangi O'zbekiston universitetiga topshirmoqchiman. Yangi O'zbekiston universitetiga topshirib, u yerda ya'ni o'quv almashish bo'yicha chet elga o'qishimni davom ettirmoqchiman. Xudo xolasa Computer Science yo'nalishi bo'yicha ishlab, ya'ni o'qib, ta'lim olib, magistraturani ham o'qib, ya'ni kuchli chuqur bilim olib, nafaqat shu maktabimga, chunki bu maktabni men ayta olaman, meni bilimni rivojlantirgan maktab shu ustozlarimiz, direktorimiz, faqat shu maktab bo'la oladi, bemalol ayta olaman-da. Shu maktabimizga, yurtimizga foydasi tegib, o'sha kompyuter savodxonligi bo'yicha, ya'ni digital nimada yashayapmiz hozir biz, kompyuter nimasida, programma asrida yashayapmiz. O'shanga yurtimizga, ya'ni hissamni qo'shmoqchiman. Xudo xolasa, o'shani davom ettirish niyatim bor. Xatirchi tumani ixtisoslashtirilgan maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Shu vaqtgacha ustozlarimning bergan bilimlari va ko'maklari natijasida milliy sertifikatlarga ega bo'ldim. Ingliz tili fanidan sertifikatini hamda ona til fanidan milliy sertifikatini qo'lga kiritdim. Buning uchun ustozlarimga menga bergan bilimlar uchun rahmat aytaman. Menda hozir 169 ball
tayyor. Ayni paytda matematika fanidan tayyorlanyapman. Nasib bo'lsa, bu fandan ham sertifikatni qo'lga kiritmoqchiman o'qishga kirish imtihonidan oldin. Ta'lim tizimidagi islohotlar taqdiri pedagog ustozlar salohiyatiga bog'liq. Bir so'z bilan aytganda, yaxshi o'qituvchi, bilimdon ustoz bilimli yoshlarni tayyorlaydi. Mazkur maktabda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar 32 ta milliy va xorijiy sertifikatga ega. Ularning sa'y-harakati, izlanishlari natijasida bugungi kunda 75 nafar o'quvchi fanlarni va xorijiy tillarni o'zlashtirish bo'yicha milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan. 2022-yil Prezident ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligida ish faoliyatimni boshlaganimdan so'ng birinchi yutug'im tumanimizda birinchi o'rin hamda viloyatda birinchi o'rin sohibi bo'lib, Angliya davlatining Manchester shahriga to'liq davlat qoplanadigan sayohatga erishganman va bundan so'ng qaytib kelib, mana hozirgi maktabimizda Xatirchi tumani ixtisoslashtirilgan maktabda o'z faoliyatimni davom etib bormoqdaman. 2022-yil Prezidentimiz sharofati bilan tashkil qilingan Prezident ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligida ish faoliyati yuritishni boshlaganimdan so'ng ingliz tili fani o'qituvchilari, chet tili fani o'qituvchilari uchun tashkil qilingan eng yaxshi xorijiy til o'qituvchi til tanlovida viloyat miqyosida birinchi o'rin g'olibi bo'ldim va Angliyaning Manchester shahriga to'liq davlat qoplab beriladigan TESOL o'quv dasturida o'qib keldim va ayni vaqtda shu maktabda ish faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Bu vaqt davomida hozirgacha ko'plab o'quvchilarimizni sertifikat olishida o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Jumladan xalqaro IELTS sertifikati, shuningdek o'zimizning milliy multi-level imtihon sertifikatlarini olishda ko'maklashib kelyapman. Xorijiy davlatdagi safarimizda, aynan Manchester shahridagi safarimizda shuni guvohi bo'ldikki, u yoqda asosan o'quvchining kreativlikka intilishi, shuningdek mustaqil fikrlashga, tanqidiy fikrlashga nisbatan yo'naltirilishi ularning eng katta kuchli tarafi deb bilaman va bizning ham maktablarimiz tizimida hozir mana shu narsa ilgari surilmoqda. Ya'ni o'quvchini o'ziga qo'yib berish, baholash tizimida ham o'quvchini alohida shaxsiy fikrga ega bo'lish, shuningdek tanqidiy fikrga ega bo'lishiga urg'u berib kelinmoqda. Bizning Xatirchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabda bugungi kunda 41 nafar salohiyatli o'qituvchilar bizning o'quvchilarimizga tahsil berib kelmoqda. O'qituvchilarimizni salohiyatini baholaydigan bo'lsak, ularning 23 nafari oliy toifali, 18 nafari birinchi toifali, qolgan o'qituvchilarimiz esa demak ikkinchi va mutaxassis o'qituvchilar hisoblanadi. O'qituvchilarimiz orasida demak 4 nafar matematika o'qituvchimiz bugungi kunda xalqaro sertifikatga ega. Demak, mamlakatimiz prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, ular bugungi kunda demak 50% ustamalarni olib, demak o'zlarini faoliyatlarini olib bormoqda. Bundan tashqari bugungi kunda 2025-yil 1-yanvardan boshlab ona tili adabiyot hamda tarix fanlari o'qituvchilariga ham juda quvonchli xabar bo'ldi bu. Demak, ularning o'sha bilim darajasini baholash agentligi tomonidan beriladigan sertifikatlari 50% ni tashkil qilyapti ustamalari va ularni mana maktabimizda faoliyat yuritayotgan barcha ona tili adabiyot va tarix o'qituvchilarimiz ham ushbu sertifikatlarga ega. Demak, o'qituvchilarimiz o'z ustida ishlashlari uchun, o'zlarini demak faoliyatlarini yana ham yuqoriga ko'tarishlari uchun bizda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Maktabimiz 5 kunlik o'quv tizimida bo'lganligi uchun bemalol o'qituvchilarimiz shanba kunlarida mana shunday chiroyli yaratilgan hamma sharoitlar bor xonalarda o'zaro tajribalarni almashib, o'zaro malakalarni almashib, salohiyatlarini oshirib bormoqda va buning natijasida ingliz tili o'qituvchimiz Ne'matov Rustam ingliz tili respublika tanlovi orqali 2 haftalik Angliyaga bo'lgan ta'lim sayohatiga borib keldi. Bundan tashqari rus tili o'qituvchimiz Timur Rahmatulin ham xuddi shunday insholar tanlovida Aleksandr Sergeyevich Pushkin tavalludiga bag'ishlangan insholar tanlovida ham g'olib bo'lib respublikada demak Moskvada bo'lib qaytdi bir haftalik ta'lim sayohatida. Bularning barchasi bizni quvontiradi. Albatta, bizning o'qituvchilarimiz orasida $1000 oshiq daromad qilayotgan o'qituvchilarimiz bor. Ular albatta bular hammasi demak prezidentimizni yaratgan sharoitlari va o'qituvchilarimizni o'zlari ustida tinmay ishlashlari natijasida demak ixtisoslashtirilgan maktablarga ajratilgan 60% ustamadan tashqari o'qituvchilarimiz bir necha xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishyapti. Bundan tashqari demak o'qituvchilarimiz orasida ingliz tili o'qituvchisi bo'lmasdan turib ham ingliz tili sertifikatiga ega bo'lsa, ularga ham 15% qo'shimcha
ustamalar olyapti. Undan tashqari o'qituvchilarimiz orasida vazir jamg'armasi ustamasiga topshirib, unga muvaffaq bo'lib 9 oy davomida mana shu sertifikatni qo'lga kiritib, albatta bularning hammasi $1000 dan ko'p maosh olishiga sababchi bo'lyapti. Bugun ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad o'qitish sifatini oshirish, yurtimiz yoshlarini intellektual, bilimdon va mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega qilib tarbiyalashdan iborat. Maktabda tashkil etilgan robototexnika to'garagi ham o'quvchilarni kreativ fikrlashga va ixtirolar yaratishga o'rgatmoqda. Dunyoda fizika va texnika borgan-sari rivojlanib boryapti. Shu jumladan robototexnika, sun'iy intellekt va bolalarning ham fizika va texnika faniga qiziqishlari borgan-sari ortib boryapti. Masalan, bizning maktabimizda ham o'quvchilar hozirgi kunda qadam generatorlari bo'yicha ko'p o'zlari shug'ullanib, boshqatdan yasab chiroyli qilib taxladilar va shu jumladan aqlli parniklar ham o'quvchilar o'zlari viloyat bosqichlarida, tuman bosqichlarida faxrli o'rinlarni olib qatnashib kelyapti. O'quvchilarning keyingi ishlarida ham omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Qadam generatori bu haligi oyoq bilan bosgan paytida tok ishlab chiqaradi. 10 voltdan boshlab 220 voltgacha tok ishlab chiqaradi. Bu kuchlanishni transformator yordamida yanada oshirish mumkin. Vazirimiz o'zi ham ko'rib turib, haligi ancha yaxshi fikr bildirdilar. Xudo xohlasa, keyingi bosqichlarda ham uni takomillashtirishga harakat qilamiz. 2025-yil bizlar Navoiy bo'yicha o'sha tuman bosqichda birinchi o'rin bilan o'tdik. Keyin u yerda faol ishtirok etdik. Hozir darslardan so'ng robototexnika kurslari, to'garaklari o'tiladi. Yaxshi, zo'r narsalar yashayapmiz. 21-asr axborot texnologiyalar asri. Bizlar hozir avtomatik sug'orish tizimi, aqlli parnik, tomchilatib sug'orish, kelajakda bu yasagan maketlarimizni amaliyotda qo'llaymiz va katta natijalarga erishamiz. Nazariy bilimini amaliyotda sinab ko'rish intellektni mustahkamlash garovidir. Maktabda har bir aniq fan bo'yicha laboratoriyalar mavjud. Xatirchi ixtisoslashgan maktabga 2022-yilda kimyo fani bo'yicha tanlovda ishtirok etib, tanlov asosida bu maktabga qabul qilindim. Shundan beri demak bu maktabda faoliyat olib boryapman. Maktabimiz kimyo uchun hamma jihozlar, amaliy mashg'ulot o'tkazish uchun reagentlar va asboblar bilan ta'minlangan bo'lib, amaliy mashg'ulotlarimiz juda qiziqarli amalga oshiriladi. Darslarimizda o'quvchilar qiziqib, ko'rib, bilib amalga oshiramiz. Demak, bu maktabda aniq fanga yo'nalishga asoslangan bo'lganligi bilan, demak, tabiiy yo'nalishga ham qiziquvchilar ko'p. Shogirdlarim o'qishlarga kirib, davolash ishi, pediatriya yo'nalishlari bo'yicha ko'plab o'quvchilarimiz grant asosida o'qishga qabul qilindi. Shu yil ham demak 4 ta o'quvchim tayyorlanib, milliy sertifikat qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz ham bor va qolgan fanlarda ham yaxshi natijalarga erishib turibdi. Ko'plab olimpiada, o'qituvchi olimpiadalarida ishtirok etib, sovrinli yutuqlarga qo'lga kiritganman. Shu yil ham o'qituvchilar olimpiadasida tumanda birinchi o'rinda olib, viloyatda ham yaxshi o'rinlarga erishib keldim. 2 yildan buyon Xatirchi maxsuslashtirilgan maktabda school counselor, ya'ni maktab maslahatchisi bo'lib ish yuritaman. Yoki bu lavozim tumanda bitta bo'lgan o'sha ixtisoslashtirilgan maktablardagina bor. Meni ishim asosan yuqori sinf o'quvchilari bilan bog'liq, ularni xorijiy universitetlarga yo'naltirish, dunyodagi eng top universitetlarga hujjatlari bilan ishlash bilan bog'liq. Va o'sha 2 yillik ishim davomida, demak, o'tgan yili 2 o'quvchimiz Amerika universitetining Arizona shtati, Arizona State University'ga o'qishga kirishdi. Hozirda 3 nafar o'quvchimiz Turin Politexnika universiteti, Xalqaro Turin Politexnika universitetiga oldindan o'qishni hal qilib qo'yishgan va hozirda ham siz guvoh bo'lib turibsizki, o'sha xorijiy universitetlarga hujjat topshirish bo'yicha biz o'quvchilarga ma'lumot berib boryapmiz. Bunda o'sha Common App programmasi juda ham bizga yordam beradi. Maqsadimiz o'sha o'zimizni maktabimizdan chiqadigan bir talantli, iqtidorli o'quvchilarni o'sha dunyoning eng nufuzli universitetlarida o'qitib, vatanimizga xizmat qiladigan kadr yaratish. Bolalar dunyoqarashini kengaytirish va xotirasini mustahkamlashda mutolaa eng samarali vosita hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan maktabda o'quvchilarni kitobxonlikka jalb etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim muassasasidagi Shinam kutubxona hamisha kitobxonlar bilan gavjum.
maktabni eng kitobxon qizi deyishdida. Nechta kitob o'qigansiz hozirgacha? Men o'qigan badiiy asarlarimning soni menimcha 120 dan oshsa kerak. Bolaligimda menga ko'proq Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlari yoqardi. Hozir esa O'tkir Hoshimovning asarlari juda ham yoqadi. Daftar hoshiyasidagi bitiklar, dunyoning ishlari, 2x2 va ko'plab asarlarini, hikoyalar to'plamini. Kitob o'qisa, ko'proq kitob o'qisa hamma fanni o'zlashtirishga imkoniyati bo'ladi-da, chunki kitob charxlaydi-da. Sizni bugun yutuqlaringiz qanaqa bo'lyapti endi? Men bilimdon bolalar final bosqichidan 2-o'rinni qo'lga kiritdim va joriy 2024-yilda yosh kitobxon tanlovidan mahalla bosqichida faxriy 1-o'rinni, sektor bosqichida ham 1-o'rinni va tuman bosqichida 2-o'rinni qo'lga kiritdim va shu joriy 2025-yilda ham ushbu tanlovga qatnashmoqchiman. Yengilgan kurashga to'ymas deganlaridek, oldimga maqsad qo'yganmanki, respublika bosqichida 1-o'rin sohibasiga beriladigan elektromobil mashinasi albatta Navoiyga, Xatirchi tumaniga keladi. Mening kelajakdagi maqsadlarim juda ham katta. Bu borada bizga maktabimiz juda ko'plab sharoitlar yaratib bermoqda. Maktabimiz, o'qituvchilarimiz berayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish biz kelajak yoshlarni burchi deb hisoblayman va biz ham kelajakda avlodda vatanimizga qolaversa mana shu maktabimizga foydali inson bo'lamiz deb o'ylayman. Men kelajakda diplomatiya sohasida ish yuritmoqchiman. Diplomat bo'lish uchun qanaqa bo'lish kerak, bilasizmi? Hozirda men matematika va ingliz tili fanlaridan tayyorlanib va albatta tez orada sertifikatlarni ham qo'lga kiritib, diplomatiya sohasiga o'qishga kirish niyatim bor. Mana hozir sizni kutubxonada uchratdik-da. Badiiy kitoblar ham o'qiysizmi? Albatta, men ko'plab badiiy kitoblarni mutolaa qilib turaman. Chunki badiiy kitob insonni boyligi ham desak adashmaymiz. Badiiy kitob inson nutqini chiroyli qiladi, dunyo qarashini keng qiladi va prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham badiiy kitoblar to'g'risida shunday deydiki, hozir bitta kitob o'qigan bola kelajakda 10 ta televizor ko'rib o'tirgan bolani boshqaradi deydi. Ushbu gap o'zi 2 misra bo'lsa-da, lekin unda g'ij-g'ij ma'no bor. Men oxirgi o'qigan kitobim Yashamoq asarini o'qidim. Yo'yxonning Yashamoq asarini. Nima xulosa oldingiz? Yashamoq asarida shunday xulosa oldimki, men inson yoshligida o'qisa, ko'proq ota-onasini aytganlarini qilib, shu o'qituvchilarini aytganlarini qilsa, kelajakda albatta ularning mevasini ko'radi. Yashamoq asarining asosiy qahramoni Filioxe. Ushbu qahramon atrofidagi a'zolari ko'plab unga mehr beradi, lekin qimor yo'lga kirib qoladi va butun jamiyatini yo'qotadi. Yonidagi yaqinlarini ham mana shu qimor o'yini sabab yo'qotadi. Agar u o'qiganda edi, balki bu yo'lga kirmasdi. Men ham bo'sh vaqtimda kitoblar o'qib turaman. Garchi soham matematika, ingliz tili bo'lsa ham, men o'zimdan vaqt ajratib kitoblar o'qib turaman. Menga kitob o'qishim uchun oilam har xil sharoitlar yaratib bergan. Hattoki o'z kutubxonam ham bor. Kutubxonamda to'g'risini aytsam 100 dan oshiq kitoblarim bor. Chunki men uydagilarim men o'qishim uchun har xil sharoitlar yaratib berganda, meni dadam ham kitob o'qiyman dada desam, xohlagan kitoblarimni muhayyo qilib beradilar. Joriy yilning 2025-yilda men Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan Zuko kitobxon tanlovida qatnashdim va unda Ibrat akademiya va mutolaa ilovasida 3 oylik premiumni 50% chegirmasini yutib oldim. Mana shu Ibrat akademiyadan ham mutolaa ilovasidan ham foydalanib kelaman. Ular juda ham foydali va rahmat aytaman Yoshlar ishlari agentligiga. Maktabda Zakovat intellektual klubi ham tashkil etilgan. Haftada bir marta har bir sinf kesimida zukkolik va ziyraklik bellashuvi o'tkaziladi. Zakovat tanlovi maktabimizning har choragida direktor kubogi tanlovi asosida bo'lib o'tadi. Men albatta bu tanlovga faol qatnashib kelaman. Zakovat tanlovi orqali bizlar turli xil faktlarni, mantiqiy fikrlashni o'rganamiz, dunyo qarashimiz kengayadi. Zakovat tanlovi orqali bizlar birgalikda fikrlashni, jamoaviy bo'lib ishlashni o'rganamiz. Men turli xil badiiy asarlarni o'qiganimda, ensiklopediyalardan foydalanganimda mana shu savol Zakovat tanlovida tushib qolishi mumkin deb o'ylayman va uni xotiramga muhrlab qolaman. Shu tufayli Zakovat tanlovi yoshlarga turli xil ma'lumotlarni, faktlarni eslab qolishga yordam beradi deb o'ylayman. Zakovat tanlovi orqali bizlar jamoaviy fikrlashni o'rganamiz, turli xil mavzularda izlanamiz, ham fikr bo'lishni o'rganamiz.
Shaxmat yoshlarni mantiqiy fikrlashga o'rgatadi va irodasini toblaydi. Qolaversa, matematika va shaxmat egizak tushuncha. Ixtisoslashtirilgan maktabda shaxmat to'garagi mavjud bo'lib, 11-sinf o'quvchisi Islombek Xolmamatov shaxmat bo'yicha Osiyo chempionati sovrindori. Islombek, mana sizlar allaqachon ham talaba bo'lgan, ham shaxmat bo'yicha xalqaro musobaqalarga ham chiqqanda, endi erishgan yutuqlaringiz bilan bir tanishtirsangiz. Hozirgacha o'sha shaxmat bo'yicha Osiyo o'yinlarida O'zbekistonda bo'lgan, Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida kumush medalga ega chiqqanman. Va matematika ingliz tili yo'nalish bo'yicha ham B2 va B+ sertifikatlarga ega chiqqanman. Hozir qaysi oliy o'quv yurtlari talabasi hisoblanasiz? Hozirda Turin politexnika va boshqa O'zbekiston universitetlariga qo'shilmoqchiman. Hozirgi rejalar albatta birinchi navbatda talaba bo'lish va undan keyin yurtimizga xizmat qilish. Matematika ingliz tili sohasi bo'yicha o'qiganman va iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha tanlamoqchiman kelajakda. Unchalik qiyin emas, chunki bir-biriga bog'liq. Barchasi shaxmat o'ynaydigan inson matematikani ham tez o'zlashtiradi va qolgan fanlarni ham. Xuddi shunday matematikani ham yaxshi bilgan inson ingliz tili va boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtiradi. Necha yoshingizdan boshlab shaxmat o'ynaysiz? 6 yoshimdan. Bu shaxmat o'yinimiz yangicha uslubda bo'lib, 4 ta ishtirokchi o'ynaydi. 4 ta ishtirokchi bir-biriga raqib sifatida, hamma bir-biriga qarshi juft bo'lib, sherik bo'lib o'ynalmaydigan o'yinlardan bo'lib, hamma bir-biriga qarshi bo'lib, eng bir kishi yutgan hisoblanadi. G'olib bitta bo'ladi. Bu shaxmat o'yini endi kirib kelmoqda, bosqichma-bosqich kirib kelmoqda. Natijalarimiz yaxshi. Bizning maktabda shaxmat to'garaklari qo'yilgan, hamma o'quvchilarimiz kelib, o'z vaqtida qatnashib, o'rganib, yutuqlarga ham erishib bormoqda. Ayni paytda shahar va tumanlardagi ixtisoslashtirilgan maktablar direktorlari tegishli tuman shahar hokimining iqtisodiy va boshqaruv jarayonlariga matematik usullar va modellarni joriy qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi hisoblanadi. Biz Xatirchi tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab faoliyati bilan tanishar ekanmiz. Muassasa rahbari Jo'rabek Quyjonov zimmasidagi ishonch va mas'uliyatni oqlash uchun hamisha izlanishda ekaniga guvoh bo'ldik. Avvalambor tajriba va yurtboshimizda bizga qilib bergan bu imkoniyatlar. Mana shu hozir ko'rib chiqqan jarayonlaringiz barchasi bu yurtboshimiz tomonidan bizlarga qilib berilgan imkoniyatlar, o'qituvchini mavqeini oshirib berish borasida olib borilgan islohotlar deb o'ylayman. Va mana shu munosabat bilan mana shu o'zgarishlarni men ko'rib o'qituvchilarga mana shunday imkoniyatlar, sharoitlar qilib berdik va qolaversa vazirimiz tomonidan mana shunday dars jarayonlariga e'tiborligi, ehtiyotli o'qituvchilarni bu yerga bizlarga tashkil qilib berganligi juda ham bir xursandli bo'ladigan jihatlarimizga olib keldi. Va mana shu hozirda o'sha 21-asr yashayapmiz va butun dunyoda o'zgarishlarni ko'rib boryapmiz. Va bu o'zgarishlarga muvofiq mana bizda yurtimizda maktablarda olib boriladigan islohotlar ham chambarchas bog'liq deb o'ylayman. Va qolaversa yaqinda o'sha vazirlik, ya'ni maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, Avloniy malaka oshirish instituti hamda o'sha Singapurliklar, ya'ni Marshall Cavendish tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazilgan bir qancha seminarlar tashkil qilindi. O'sha seminarlar orqali, ya'ni o'sha chet elliklar bilan hamkorlikda o'rganib, mana shu tumanimizda, viloyatimizda va maktabimizda mana shu o'zgarishlarni bizlar kiritib boryapmiz. 1 yil oldingi o'quvchilarimiz mana 2023-24 o'quv yilidagi o'quvchilarimiz ham hozir bellasha olinyapti. Dunyo reytingidagi o'sha masalan Cambridge deymiz yoki masalan kuchli nufuzli masalan Finlandiya yoki Singapur yoki o'sha nufuzli xalqaro universitet talabalari bilan bellasha olinyapti. Hozirda biz o'quvchilarimiz to'liq menimcha o'sha bellasha oladi deb o'ylayman. Bir so'z bilan aytganda, viloyatimizning chekka tumanidagi mazkur ta'lim muassasasi dunyo bilan bo'ylashadigan, O'zbekiston nomini jahonga yoyadigan yoshlarni hayotga uchirma qilmoqda. Ta'lim muassasasi kirish qismida tashkil etilgan mana bu milliy burchak esa Xatirchi tuprog'ida ulg'aygan va bilim salohiyati bilan dunyoni zabt etishga chog'langan yoshlarning qalbida vatan tasviri, millat g'ururi bo'lib qoladi hamisha.